Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan biz ko'plab studentlar mendan so'raydi, qanday Amerikaga ketgansiz va qanday scholarship olsak bo'ladi Amerika universitetlaridan degan savolga men to'liq javob bermoqchiman. Men Amerikaga kelishim qanday bo'lgan? Juda ham long story, it's honestly. To'g'risi Amerikaga kelishim bu tasodif bo'lmagan, chunki 7-sinf va 9-sinf paytimda уже tayyorlanishni boshlaganman Amerika o'qishlar uchun. O'sha paytda ingliz tilini o'rganardim, matematika, boshqa hech bir fanga men fokus qaratmaganman. Faqat ingliz tili, matematikaga fokus qaratilgan. O'zim asosiy fanlarim bo'lgan. Va undan tashqari IELTS topshirganman. 2 marta birinchi IELTSim 4.5 olganman. Juda ham shok bo'lib qolganman. IELTS imtihondan chiqyapman. Atak uxlab topshirganman-da, chiqyapman. Dadamga telefon qilganman. Dada, imtihondan yaxshi ball kutmanglar, yaxshi javob chiqmaydi, ikkinchi marta topshiraman, yaxshi topshirib chiqaman deganman. O'shanaqa holat bo'lgan va keyingi IELTSim 6.5 chiqqan, Xudoga shukr. O'sha IELTS oldim va universitetlarga application topshirish boshlandi. Kamida men 10 ta universitetga hujjat to'plab, hujjat topshirganman va 8 tasiga kirganman. Ulardan 2 tasi Ivy League College edi, Harvard bilan MIT. Endi o'zim omadimni sinab ko'rmoqchi bo'lganman, bilardim atkaz javobini olishimni, chunki u universitetlarga acceptance rate juda ham katta. 8 ta universitetdan yaxshigina acceptance kelgan, acceptance letterlar kelgan grantlari asosida kirganman u universitetlarga va men Harvard College'ni tanlaganman, chunki u universitetdan men kattagina grant olganman. Va o'shim bilan viza intervyuga kirganman. Menda strategiya qanday bo'lgan? Men top universitetlarga osilmaganman, top universitetlarga kirishim kerak bo'lmagan menda. Strategiyam qanday? Yaxshi mos universitet tanlab o'zimning sohamda va o'sha universitetdan yaxshigina grant olib o'qish edi. Hozirda ko'plab studentlarda bitta fobiya bor. Bu fobiya men tezroq yaxshi universitetga kirishim kerak, top universitet bo'lishi kerak, top 100 talikda bo'lishi kerak. Do'stlar, hamma universitetlar sizga o'sha bilimni bera oladi. Faqatgina yaxshi universitet tanlay olsangiz. Bu sizning universitetingiz top rankli bo'lishi shart degani emas. To'g'ri universitet tanlash uchun ularda offerlariga qaranglar, opportunity berishlariga, qanday grant bilan ta'minlaydi sizni va qanday o'qitadi va qanday metod foydalanishadi o'qitishda. Shu kabi narsalarda Zoom meeting qilinglar professorlar bilan. Shu usulda men ham universitet tanlaganman do'stlar. Viza olish jarayoniga keladigan bo'lsak, viza olish jarayoni juda ham stressful bo'lgan, chunki men 6 oy viza intervyuga tayyorlanganman. 6 oy davomida o'rtog'im bo'lardi, Nurislom. O'sha o'rtog'im bilan tayyorlanganmiz. Bitta house-ga borardik, o'rtog'im bilan house-lari bor edi. U yerga tayyorgarlikka borib turib, birga speaking qilardik. Questionlar so'rardik bir-birimizdan. Tayyorgarlik juda ham moshni bo'lardi. Va o'sha o'rtog'imga juda kattakon rahmat, chunki ingliz tilimni oshirishga juda katta yordam bergan. Travel qilish niyat bo'lib qoldi, chunki o'sha paytda viza berish darajasi juda ham kam edi. Shuning uchun biz do'stlarimiz bilan o'sha plan qildik, travel qilishdi. Travel qilib turib, boshqa davlatda intervyuga kirishdi. Bu juda katta risk edi. Juda ham katta risk. 1 oy buni reja qildik va 6 ta davlatga bordik. Bular Dubay, Omon, Qatar, Xitoy, Vietnam va Malayziya bo'ldi. Va Vietnamdan men o'z vizamni qo'lga kiritdim do'stlar. O'sha paytda juda ham emotsiyali bo'lganman. Hatto videoni ham ko'rishlaring mumkin. Yig'laganman. Chunki juda ham katta harakat bo'lgan. Bu o'yin bo'lmagan. Prosta Vietnamga borib viza olishim. Biz strategiya bo'yicha borib, o'zimiz reja qilib, o'rtoqlarimiz bilan kirib chiqqanmiz. Va bundan keyin Amerikaga keldim. Hozir 1 yildan oshib qoldi, yashab yuribman. O'qishlar yaxshi, Xudoga shukr, o'rganyapmiz. Ko'p narsani Amerikaga kelib o'rgandim va men xursandman bu yo'lni tanlaganimdan, chunki 4 yil universitetda o'qib O'zbekistonda qolish tanlamaganman. 4 yil bu yerda o'qib experience oshirish tanladim. Va ingliz tilini ham shu yo'l davomida o'rgandim. Ikkinchisi keladigan bo'lsak do'stlar, qanday scholarship olganman? Scholarship bu oddiy narsa emas. Scholarshipga 4 ta asosiy narsasi bor. Bu academic backgroundingiz, ingliz tili darajangiz va
motivational letter va qo'shimcha dokumentlardan moliyaviy hujjatlar bo'ladi. Shu kabi hujjatlar topshiriladi universitetga va universitetga qo'shimcha yana bir emaillar yozib yuborasiz. O'zingizda financial aid tomonlama bo'ladi. Chunki har bir universitetda grant siyosati boshqacha bo'ladi. Menga keladigan bo'lsak, men 85% lik grant olganman. Bu yoqqa kelib 95% grantgacha o'zimni grantimni yangilab qo'ydim. Buni qanday qildim? Men o'qish davomida o'zimni ko'rsatdim, universitetga o'zimni aqlliligimni, o'zimni zo'r tomonlarimni ko'rsatdim va ular menga grant berishdi. Universitet applicationga keladigan bo'lsak, universitet applicationlari asosan men universitet asosiy saytidan, o'zining saytidan topshirganman, application to'ldirganman, essay yozganman va hujjatlar to'g'ri topshirilgan va natijasi acceptance bilan chiqqan, Xudoga shukr. Bu hujjatlarga keladigan bo'lsa, sizning ingliz tili darajangiz bilish IELTS yoki TOEFL yoki Duolingo va high school transcript va bank statement va undan tashqari qo'shimcha supplementary document deb qo'yadi. Unga siz moliyaviy hujjatlarni jo'natsangiz bo'ladi va qo'shimcha recommendation letterlar yozdirasiz ustozlaringizdan. Bu ham juda katta yordam beradi grant olishingizga do'stlar. Va sizlarga savol do'stlar. Amerikada 4 yil o'qigan bo'larmidinglar yoki 4 yil O'zbekistonda o'qigan bo'larmidinglar? Qaysi biri sizlar tanlagan bo'lardinglar? Agar sizga yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Upnext ga yozishingiz mumkin va hamma narsa foydali bo'ldi degan umiddaman do'stlar. Sizlar bilan Oyat Lopozilov va Upnext bo'ldi. We are up next. You're gonna be next, guys.